Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonidagi yosh o'smirlarni nishon qilgan yangi yuyish va tez suratda xitoylashtirish tashviqotlarining bargan sari kuchayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Yangi yil arpasida Xitoyning ijtimoiy taratqullaridan biri bo'lgan Douyinda Xotan viloyati Ni nahiyasi Rukiya yezisining markaz yesisidagi Uyg'ur bolalarining 2024-yillik yangi yilni kutib olish faoliyatidan bir qisqa ko'rinish ko'rsatilgan. 12 sekundlik bu qisqa videoda Uyg'ur bolalarining Xitoyning an'anaviy kiyim-kechaklarini kiygan holatda Xitoycha usul o'ynab, dumboq chelayotganligi, shundaqla hammasining Xitoycha yangi yil tabrik so'zlaganligi ko'rsatilgan. Bu qisqa videoni X'da ham berilgan Amerikadagi siyosiy kuzatchi Elshad Hasan apandi bu haqda mono bayonlarni yozgan. Shishki, ya'ni Qizil ikkinchi avlodning Xitoy imperiyasi Uyg'urlarga zo'ravonlik va irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizib, ularni Xitoy madaniyatini tashviq qilishning quli bo'lishga majburladi. Bu Uyg'ur bolalarining Xitoy madaniyatini tashviq qilishdan boshqa amali yo'q. Ular kichikdan tartibla xo'rliq, milliy kamsitish va zulmning ochiq ta'mini tetimoqda. Halbuki hech kim Uyg'urlarning ruhini va qalbini bo'ysundira olmaydi. Biz o'z madaniyatimiz, an'anamiz va e'tiqodimizni jonlantirib qolmay, balki yana mustaqil Sharq Turkistonni qayta qurib chiqamiz. Elshad Hasan apandi radiomizning ziyoratini qabul qilib, bu videoni ko'rgandan keyingi his tuyg'ulari va qarashlarini anglarmanlar bilan o'rtoqlashdi. Bu videoni ko'rib, nayt afsuslandim, g'azablandim. Afsuslangan yerim, biz shunda jiq fursatlarni ketkizib qo'yganligimizdan, hozir bizningki yangi avlodlarimiz, yana vatanda Xitoy zulmida qolgan boshlang'ich yaslidagi bolalarimiz amalsiz o'zining ona tilida emas, Xitoy tilida, o'ziningki mo'l madaniyatida emas, Xitoy madaniyatida cho'ng bo'lyotdi. Bu odamni ham nafratlantirdi, ham afsuslantirdigan yeri shu. Nafrat Xitoy tajovuzchilariga, bu hokimiyatga, bu milliy qirg'inchilikni ip berayotgan bu hokimiyatga bo'lgan nafrat. Afsuslandigan yerimiz ta bugungacha yana zo'r bir turkumdagi mayli vatan ichida, vatan sirtidagi Uyg'urlarning Xitoydan umid kutishi, Xitoyning rahimdilligini kutishi, shu singanlarni ye deydigan mushunda bir xil passiv yana g'ururini dafsanda qiladigan, qulluqni qabul qiladigan ideyasidan, o tufaylidan biz bugungi kunga kelishimizda hozir cho'ng bo'lgan siri meningki yana bir o'ylaydiganim, bizdanmi o'tgan yeri bor? Qanchalik o'tib ketdi? Xitoy vahshiy, Xitoy kuchlik, Xitoy oldidi. Ammo lekin bizda xatolik bormi? Bizdami xatolik bor? Bizning oramizdagi shu mujmallar, shu Xitoydan umid kutganlar, Xitoydan rahimdil kutganlar, qulluqni qabul qilganlar, bularmi bugungi kundagi mushu ballalarimizning o'z kiyimini emas, o'z ona tilida emas, o'z madaniyatida emas, amalsiz yotlarning qo'lda kelishiga sabab bo'lgan yeri bor. İlgiri Şinjan Üniversitede Uyghur folklori kasbi bo'yicha o'qituvchi bo'lgan, navbatda Amerikada yashayotgan Mihray Mamtili xonimmi bu vaqtdagi o'z qarashlarini bayon qilib o'tdi. U Xitoyning Uyg'urlarga qarta nuqtaliq yurgizayotgan nasabini uzib tashlash, yiltizini kesib tashlash, beg'ini bo'g'ib taslashdek irqiy qirg'inchilik siyosatining Uyg'ur madaniyatini butunlay vayron qilish girdobiga yuzlantirayotganligini, holbuki Uyg'urlarning o'z milliy kimligi va mavjudiyati uchun oxirgacha tirkishadiganligini ta'kidlab o'tdi. Uyg'ur farzandlarimizga sariq kiyim kiygizamdi, ko'k kiyim kiygizamdi, beshiga qanday qalpoq kiygizdi Xitoyning, lekin shu kiyimlarning ostidagi farzandlar Uyg'urning farzandi, Uyg'urning geni, Uyg'urning ruhini ko'tarib yurayotgan farzandlar hargizmi bu yo'llarda mengib ketmaydi. Xudoyim buyursa, balkim mushundaq majbur kiyindirish, majbur faoliyatlarda Xitoyning dumbug'ini chaldirish Uyg'ur farzandlarininki asldan o'sib bo'lolmayotgan, qo'zg'atilmayotgan Uyg'ur ruhini texmo kuchli darajada qo'zg'atish rolini o'ynashi mumkin. Chunki har qanday o'xshamaydigan bir narsaga yuzlanganda inson o'zini izlashga boshlaydi. Biz chet elda yurgan insonlar, Uyg'urlar chiqqandan keyin biz zodi kim bo'lib qoldi? Buningdan keyin qanday
qandaq yashaymiz degan savollarga javob izlab yashayotgandek, Xitoy hukumati Junxo millati o'rtaq gavdasi qurimiz degandek tashviqotlarni avlodlarimizga tangan bilan avlodlarimiz ammo o'zida bir uyg'unish bo'ladi deb qarayman. Nimishqa biz o'zimiznikini qilmaymiz, nimishqa bu yot millatnikini kiyib shu millatnikini o'ynaymiz degandek savollar tug'ilishi mumkin. Shu vaqtda ota-onalari shunday kuchli savollarga to'g'ri keldi. Shu vaqtda tushuntirish mumkin. Avlodlarning o'zining qanida ro'yida o uyg'urlik bo'lgandan keyin albatta yana qayta shu uyg'ur ro'yini uyg'otish, uyg'ur ro'yi bilan yashash, ya'ni istaklari qat'iy tug'ilishi mumkin, texmo kuchlanishi mumkin.